Sulaymon payg'ambar va ipak qurti. Bir kuni Sulaymon payg'ambar ko'l bo'yida dam olib o'tirsa, suvdan bir qurbaqa chiqib kelibdi, debdi janob o'nboshi muhim bir gapni yetkazmoqchi bo'lgandek. Uni qirg'oqda og'zida tut bargi bilan chumoli kutib turgan ekan. Chumoli o'rmalab qurbaqaning ustiga chiqibdi. Qurbaqa ko'lga sakrabdi. Bir ozdan so'ng o'sha qurbaqa yana suvdan chiqibdi. Ustida boyagi chumoli turgan emish, ammo og'zida endi tut bargi yo'q ekan. Sulaymon payg'ambar qiziqib so'rabdi: "Hay chumoli, menga aytchi, qurbaqa ikkovingiz bu yerda ne ish bilan bandsizlar?" Ko'l tagiga pilla qurtining bir dona urug'i tushib qolgan. U tuxumdan chiqibdi, lekin suv tagida unga yemish yo'q ekan. Uni boqish bizga buyurildi. Men tut bargini kesib olib kelaman, qurbaqa meni ko'l tagiga olib tushadi. Shunday qilib ikkovimiz pilla qurtini boqyapmiz, deb javob bergan ekan chumoli. Sen azitish och qolib qirilib ketishimizni o'ylayapsan? Suv ostidagi bittagina mitti jonivorga nasibasini yetkazgan zot bizni ham och qoldirmas. Lekin Alloh beradi deb qo'l qovushtirib o'tirish xato. Harakat ham bo'lishi kerak albatta. Ona chumoli shuni nazarda tutgan. Endi vazifamizni a'lo darajada bajarishimiz uchun atrof muhitni yaxshilab o'rganishimiz lozim. Janob o'nboshi, atrof muhit deganingiz nima o'zi? Sizlar ko'rib turgan mana shu chek-chegarasi yo'q olamda qanday qilib o'rganamiz? Axir uning chek-chegarasi bo'lmasa, mana bunday qilib, deb janob o'nboshi qo'liga cho'p olib, yerga qo'shuv belgisini chizibdi. E'tibor qilinglar va yaxshilab eslab qolinglar. Qo'shuv belgisining mana bu tomoni sharq, uning qarama-qarshi tomoni g'arb deyiladi. Ikkinchi chiziqning pasti janub deyiladi. Janubning tepa tarafi shimol. Demak, yer yuzi 4 ga: shimol, janub, sharq va g'arb tomonlariga bo'linadi. Bu tomonlarni qanday aniqlaymiz? Tomonlar oftob chiqishi va uning yurish yo'liga qarab aniqlanadi. Kun bulutli bo'lsa-chi, unda nima qilamiz? Yaxshi savol. Unda yon atrofdagi daraxtlarga, o't-o'lanlarga qarab aniqlaymiz. Ana, tepangizdagi daraxt shoxlariga qarang. Oftob nurlari tushib turgan shoxlar baquvvat, tig'iz o'sgan. Barglari ham katta-katta yashnab turibdi. Ular go'yo adashib qolmanglar, sharq va janub bu tarafda deb aytib turgandek. Endi shu daraxtning boshqa tarafiga e'tibor qiling. Shoxlari zaif, barglari ham mayda, qoramtir. Chunki bu tarafga oftob nurlari kam tushgan. Mana shu belgilar bilan bu tomon g'arb ekanligini bilib olamiz. Bundan tashqari tomonlarni maysalariga, gullarning g'unchalariga qarab ham aniqlasa bo'ladi. Ular bulutli kunda ham boshlarini oftob tomoniga qaratib turishadi. Chunki oftobni bulutlar orasidan ham ko'ra olishadi. Alloh taolo ularni ana shunaqa sezgir qilib yaratib qo'ygan. Yana pista o'simligi ham sezgir bo'ladi. Quyosh yer yuzini yoritmasdanoq boshchasini sharq tarafga qaratib oladi. Shuning uchun biz uni kunga boqar deb ataymiz. Qoyil ustoz, endi kunduz kunlari adashmasdan bemalol yo'limizni topib yura olamiz. Lekin quyosh botib qorong'u bo'lganda nima qilamiz? Bu ham yaxshi savol bo'ldi, deb shogirdlariga mamnun qarab qo'ydi ustoz. Shunday voqealar bo'lganki, chumolilar savdogarlarning hujuniga tushib boshqa yurtlarga borib qolishgan. Inlariga qaytib kelish uchun kecha-yu kunduz yo'l bosishlariga to'g'ri kelgan. O'shanda ularga yulduzlar yordam bergan. Endi tun bilan bog'liq savollaringizga javob berish uchun qorong'u tushishini kutamiz. 7 qaroqchi. Tun. Borliqni chirildoqlarning ovozi tutibdi. Osmon charaqlagan yulduzlar bilan bezanibdi. Naqadar go'zal. Bunday go'zallikni yosh jangchilar birinchi marta ko'rib turgan ekanlar. Yulduzlarni sanab sanog'iga yetib bo'lmas ekan. Biri yorug' shundoq daraxt shoxiga chiqsangiz qo'l yetadigandek, boshqasi juda xira, miltirab zo'rg'a ko'zga tashlanar ekan. Ana endi, debdi janob o'nboshi shogirdlarining e'tiborini o'ziga qaratib. Qorong'u tunda adashib qolmaslik uchun nimalar qilish kerakligini o'rgataman. Fikr o'ylaringizni bir nuqtaga jamlab olinglar. Siz ko'rib turgan son sanoqsiz yulduzlar orasidan qutb yulduzini topishingiz kerak. U shimolni, janubni, g'arbni, sharqni aniq ko'rsatib turgani uchun ham qutb to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi yulduz deb nom olgan. Uni birdaniga millionlab yulduzlar orasidan aniqlab olish qiyin.
Buning uchun biz yulduzlar orasidan yorqinlikda bir-biriga o'xshagan 7 ta yulduzni topib olishimiz kerak. U yulduzlarning bir emas, 2 ta nomi bor. 7 qaroqcha va cho'mich yulduzi. Voh, janob o'nboshi, yulduzlarning ham qaroqchilari bo'ladimi? Bilmadim, nayzatish, bilmadim. Bilmaganimni bilmayman deyman-da. Endi debdi sal norozi bo'lib ustoz. Xo'sh, chalg'imaylik. Bir xil kattalikdagi va yorug'likdagi 7 ta yulduzni oralaringdan birinchi bo'lib kim topar ekan? Kimning ko'zi o'tkir ekan? Qanchalik ziyrak va topqirsiz, ko'ramiz. Men 7 qaroqchini allaqachon topdim, debdi shogirdlarining havasini keltirib. Men topdim, debdi Qilichtish. Ko'rinishi cho'michga o'xshagani uchun ham topdim. Asal qo'yadigan cho'michimiz bor-ku, o'shanga o'xshar ekan. Ha, rostdan ham shunaqa ekan. Biz ham ko'ryapmiz, deb boshqalar tasdiqlashibdi. Janob o'nbosh, 7 qaroqchilar cho'michi bilan yulduzlarni ovlaydimi? So'rabdi Nayzatish sabri chidamay. Nayzatish, bo'lar-bo'lmas savollaring bilan jonga tegding, debdi Qilichtish uni tartibga chaqirib. Uzr o'rtoq, debdi Nayzatish aybini tan olib. Nafsimni 40 kun ro'za tutib tiyib oldim-ku, lekin shu qiziquvchanligimni qolmayapti-da. Bizning maqsadimiz 7 qaroqchi yordamida qutb yulduzini topish, boshqasi bilan ishimiz yo'q, dedi janob o'nboshi. Chalg'imanglar, diqqatingizni jamlang. Cho'mich yulduzining yuqori, ya'ni dastasi tarafidagi birinchi, ikkinchi va uchinchi yulduzni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz, janob o'nboshi. O'sha 3-yulduzdan to'g'ri chiziq bo'ylab yon tarafga qarab yuramiz. Yurdik. Nimaga duch keldik? Yulduzga. Lekin u 7 qaroqchiga o'xshab yorqinmas-ku, janob o'nboshi. Ana o'sha yulduz qutb yulduzi bo'ladi. Biz uni boshqalariga qaraganda juda ham yorqin bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Axir yo'l ko'rsatadigan yulduz yorug' bo'lishi kerak emasmi? 7 qaroqchi bizga yaqinroq osmonda joylashgan. Qutb yulduzi esa olisda. Shuning uchun ko'zimizga xira bo'lib ko'rinyapti. Qutb yulduzi yo'l ko'rsatuvchi bo'lgani uchun ham eng baland osmonda joylashgan. Bir joyda qimirlamay turadi. Boshqa hamma yulduzlar uning atrofida aylanib harakatda bo'lishadi. Balki u olamdagi jamiki narsalarga yo'l ko'rsatib turar, kim bilsin. Bir joyda qimirlamay turgani uchun uni yana temir qoziq deb atashadi. Go'yoki butun olam eplari o'sha temir qoziqqa bog'lab qo'yilgandek. Janob o'nboshi, biz qutb yulduzining yonida shimol, janub, sharq, g'arbni ko'rsatuvchi chiziqni ko'rmayapmiz-ku, debdi Nayzatish yana jim tura olmay. Buning uchun biz o'rnimizdan turib, 10 yelkamizni qutb yulduziga to'g'irlaymiz. Qani, hamma 10 yelkasini qutb yulduziga to'g'irlasinchi. To'g'irladik, janob o'nboshi. Ana endi o'zingiz qarab turgan tomon janub, orqa shimol, o'ng tarafingiz g'arb, chapi sharq bo'ladi. Mabodo tunda adashib qolsangiz, xuddi shu yo'l bilan turgan joyingizni bemalol aniqlab ketayotgan tarafingizni bilib olaverasiz. Bugungi bilimlar bilan shimol deb janubga, janub deb shimolga qarab ketib qolmaysiz endi. Hatto qushlar ham bir mintaqadan ikkinchisiga ko'chganida yo'lini qutb yulduziga qarab belgilaydi. Bu yulduz, yo'lchi yulduz. Qoyil, janob o'nboshi. Bu bilimlarni bir umr esdan chiqarmaymiz. Endi sir bo'lmasa aytingchi, qaroqchi yulduzlar biz turgan joyning janub tarafidami yoki shimolidami? Aytsam nima qilasizlar? Orolda qolib ketgan yemishlarni qanday tashishni, jarning narigi tarafida qolib ketgan birodarlarimizni qanday qutqarishni ko'rdik, bildik. Endi o'zimizni sinab ko'rmoqchimiz. Ishchi chumollarni qutqarmoqchimiz, debdi Nayzatish qat'iy turib. Hamma shu niyatdami? Ha, janob o'nboshi. Hali to'g'ri yo'lda yurishni bilmay turib, bu yurganlarimiz o'tmaydimi, janob o'nboshi? O'tmaydi. Hech o'tmaydi. Ertaga yurish mashqlarini boshlaylik. Ana o'shanda bilib olasizlar yo'l yurish qanaqa bo'lishini. Har bir qadamni o'ylab bosish kerak. Yurishning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari bor. Bugunga yetar. Yaxshilab dam olinglar. Bilaman, biz chumollar uyquchi emasmiz.
ham uxlaymiz, lekin dam olib, ertangi kam uxlaymiz, lekin dam olib, ertangi kunga kuch to'plab olsak zarar qilmaydi. Yurish mashqlari. Janob O'nboshi aytganidek, yo'lda to'g'ri yurish hazilakam ish emas ekan. Hayot-mamot masalasi. Bitta yosh chumoliga to'g'ri yurishni o'rgatish uchun ikkita katta chumoli ovora, nayza tish, qilich tish va boshqalarni ikkitadan katta chumoli o'rtaga olib yurishga o'rgata boshladi. Nayza tish ustozlardan chopish, yugurishni o'rganaman deb o'ylagan ekan. Oldidagi katta chumoli ham orqadagisi ham shoshmasdan yuraymi yurmaymi degandek qadam tashlar ekan. Go'yo o'rgatuvchi chumollar nima uchun yo'lga chiqqanlarini unutib qo'ygandek. Nayza tishning yuragi tars yorilayapti. Toqati toq bo'lib oldindagi chumolini yurmaysizmi janob degandek oyog'ini salgina bosib qo'ygan ekan. Peshonasidan shunday chertki tushibdiki, naq ko'zidan o't chaqnab tippa-tik bo'lib qolibdi. Bu ham yetmagandek orqasidan shunday bir tepki yebdiki, sal bo'lmasa oldindagi chumolining ustidan umbaloq oshib ketay debdi. Shoshgan chumoli peshonasidan chertki, orqasidan esa tepki yeydi. Ana shunaqa kutilmagan jazodan nayza tishning dami ichiga tushib ketibdi. Oldidagi boshlovchi chumoli qanday yursa shunday yura boshlabdi. U shu topda Daqyonis podshohligi davrida musulmon yigitlariga ergashib jannatiy bo'lgan podachining itini eslabdi. It yaxshi odamlarga ergashib jannatiy bo'ldi-ku, nayza tish ham oldindagi va orqadagi chumolilarning aytganlarini qilib balki jannatiy bo'lar. Shu xayollar bilan yurar ekan, peshonasiga boshqa chertki ham, orqasiga tepki ham tushmabdi. Mashg'ulot kun bo'yi davom etibdi. Kechqurun tugabdi. Nayza tish nima sabab ishchi chumollarning bir ipga tizilib sekin qadamlar bilan yurishlarini tushunibdi. Gap bunday debdi janob O'nboshi. Bittadan chertki va tepki yeganlar bir kun, ikkitadan chertki va tepki yeganlar 2 kun. Uchtadan chertki va tepki yeganlar 3 kun ishchi chumollarga qo'shilib uyiga don tashiydilar. Bu yurish qoidasini buzganingiz uchun o'ziga xos jarima. Katta karvonga qo'shilsangiz, yo'lda yurish qoidasini yaxshiroq bilib olasiz. Hayot harakatdan, harakat esa qonun va qoidalardan iborat. Janob O'nboshi, axir biz jangchi chumollarmiz-ku, e'tiroz bildiribdi nayza tish. To'g'ri, lekin umringiz doim jang maydonida o'tmaydi. Vaqt kelganda ishchi chumollar qatorida ishlaysiz, chegaralarimizni qo'riqlaysiz. Zarur bo'lib qolgandagina jangga otlanasizlar. Boshqalardan farqingiz, ustun tarafingiz ham shunda. Sizlar ko'p narsaga qodirsiz. Sulolamizning ishongan kuchi, tayanchisiz. Janob O'nboshi, tutqundagi birodarlarimizni qutqarish muddati cho'zilib ketmadimi? Savolga savol bilan javob berishga to'g'ri keladi. Aytingchi, aroqchilar bilan jang paytida ozuqangiz tugab qolsa nima qilasiz? Bo'sh qop tik turmaydi deganlaridek och qorin bilan jang qilib bo'lmaydi. Shunday paytda nima qilasiz? Ovqatni qayerdan, qanday qilib topasiz? Bu haqida o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rganingiz yo'q. Oldin bo'yningizdagi jarimalarni o'tab bo'linglar. Ana undan keyin rizq izlash mashg'ulotlarini boshlaymiz. Bu dunyoda osh-ovqatsiz yashab bo'lmaydi, jang ham qilib bo'lmaydi.